Qarzdorlikni undirish bo'yicha sudga qatnashmasdan turib, atigi 10 kun ichida suddan qaror chiqartirish mumkin desak, tadbirkorlar ishonarmikan? Bu albatta imkonsiz ish emas. Iqtisodiy protsessual kodeksining 135-moddasiga asosan, agarda qarzdorlik hujjatlar bilan tan olingan bo'lsa, veksel bo'yicha to'lov qilinmagan bo'lsa yoki taraflar o'rtasida yozma shartnoma mavjud bo'lib, undiruvni garov mulkiga qaratish talabi qo'yilgan bo'lsa, bu kabi ishlar sud buyrug'i tartibida ko'rib chiqiladi. Ya'ni bu kabi holatlarda tashkilot iqtisodiy sudga ariza bilan murojaat qiladi va arizani nusxasini javobgarga yuboradi. Ariza nusxasi javobgarga yuborilgan paytdan e'tiboran 10 kun muddat o'tgach, iqtisodiy sud tomonidan arizachiga sud buyrug'i beriladi. Va yana qo'shimcha 10 kun o'tgach, ushbu sud buyrug'i qonuniy kuchga kiradi. Xulosa qilib aytganda, sudga ariza berilgandan so'ng 10 kun o'tgach sudning qarori chiqadi va qo'shimcha 10 kun o'tgach ushbu sud qarori kuchga kiradi. Demak, jami hisobda 20 kunlik muddatda sudning qarori majburiy ijro etish uchun tayyor holatga yetib keladi.